Yakkasaroy tumani Paris Saint-Germain kompleksida joylashgan 4 xonali dubleks uyimizni obzoriga kelganmiz. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Dubleks uyimizni hozir sizlar bilan xonalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi xonasiga kiramiz. Birinchi xonamizni zal desa ham bo'ladi yokida dam oladigan zona qilib qo'yishgan ekan bular. Bu yerga bitta divanchik qo'yishgan, televizor qo'yishgan. Ahamiyat beramiz. Studiyniy variantda qilishgan ekan. Xonasi juda ham yorug' ekan. Keyingi xonamiz уже uni yonida детский xonasi joylashgan ekan. Детский xonasida ham dars qiladiganlari qo'yilgan, bitta divanchik qo'yishgan. Mana bunaqa chiroyli kartinka, konditsioner qo'yishgan ekan. Ma'mutini e'tibor beramiz. Qaranglar. Bu yerga kerak emas kiyimlaringlarni yoki obuvlaringlarni qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Juda ham zo'r o'ylashibdi shuni. Keyin sizlar bilan уже holga chiqamiz. Holda oshxonamiz joylashgan. Oshxonasini studiyniy variantda qilishgan ekan. Mebellariga ahamiyat beramiz. Ochiq ranglarni tanlashgan. Texnikalari Bosch firmaniki, xolodilnik Samsung firmaniki ekan. Hamma narsasi juda ham nozik did bilan bir-biriga mos qilib tanlangan ekan. Uyimizning umumiy maydoni 140 kvadrat metr, 4 ta xona ekan. Ikkinchi qavatga chiqqaningizda mana buni qaranglar, prachniy zona qilib qo'yishibdi. Bu yerda ahamiyat beramiz. Stiralniy mashinka qo'yilgan, dazmol qiladiganlar, даже kirlaringlarni dazmol qilgandan keyin ilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bu ayollarimizga menimcha juda ham yoqadi. Endi sizlar bilan bu yerda родительский spalniyni ko'ramiz. Buni qaranglar, juda ham minimalizm bilan, lekin nozik did bilan qilib qo'yishibdi. Ahamiyat beramiz. Bu yerda домашний kinoteatrlarni ham qo'yib qo'yishibdi. Maza qilib dam olib kino ko'rishinglar uchun. Menga yana yoqqan joyi, o'zi har bitta ayollarimizga yoqadigan joyi bu garderobni. Garderobnini ham juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi va joydan unumli foydalanishganda har bittasi juda ham nozik did bilan tanlangan. Родительский spalniyni to'g'risida esa yana bitta детский xonamiz bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Детский xonamizda ham mebel texnikalar bilan jihozlangan, konditsionerlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Детский xonadan chiqqaningizda родительский bilan детскийni o'rtasida bitta общий sanuzel bor ekan. Sanuzelni qaranglar kattaligini. Ranglari ham bir-biriga juda ham mos qilib qilingan. Menga juda ham yoqdi. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsa $220 ming, realniy oladigan klientlarimiz uchun kelishtirib beramiz.